Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, assalomu alaykum hurmatli Qashqadaryoliklar, hurmatli Xalqaro innovatsion universitetining bir-biridan go'zal, bir-biridan aqlli bo'lgan talabalari. Mana bugun Zo'rto'y telekanalimizga Qashqadaryo shahrida joylashgan Xalqaro innovatsion universitetining san'atshunoslik yo'nalishi talabasi Bahobov Shahobbek ukamiz tashrif buyurdi. Xudo xolasa bugun Zo'rto'y telekanalida ukamiz mehmon bo'ladi. Ayni vaqtlarda ukamizni qo'shig'ini eshitib chaqirtirdik. Jonli ijroda yosh iste'dod egasi qo'llab-quvvatlab turasizlar va albatta shu Xalqaro innovatsion universitetining talabalari ham hammasini mana shu Zo'rto'y telekanalida birma-bir ko'rishni Xudo xolasa yaxshi niyat qilib tilab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ijod qilishdan to'xtamanglar, o'zingizlarning ustingizda ko'proq ishlanglar. Xalqaro innovatsion universiteti eng kuchli universitet. Assalomu alaykum hammaga. Men Qashqadaryo viloyati Koson tumanida yashayman. Qarshi Xalqaro innovatsion universitetida musiqa san'atida birinchi kursman. O talaba. Gap jonli ijroda hamma yo'nalishda har xil olagan yo'nalishda bemalol qo'shib ijro qila olasiz. Hindcha, arab. Demak, bugun hindcha qo'shiq ham tinglaymiz. Nolalari ham har xil ekan. Bitta eshitasiz, nola bor, hindcha qanaqa. Azizga mikrofon rever qo'shib berildi, iltimos, qarang. Bitta eshitdik, kichkina. Qani? Ruhido jannat meri. O'zi aslini olganda o'rtoqlar O'zbekiston talant, qobiliyatlar mamlakati va